Assalomu alaykum Jahon akalar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Quyosh chiqqanda o'simlikda kunduzlikka so'lib, kechqurunlikka tirilish kasalligi. Endi bu kasallikni o'zi kelib chiqish sabablari tuproqni zichligi oshib ketgandan ham bo'ladi. Undan tashqari mana qish mavsumlarida muzga suv quyib qo'yilgandan keyin ildizda shamollashlar, peripatlar shularning hisobidan ko'rko'rut, fuzaroz kasalliklar kelib chiqadi. Endi buni kurash choralari, xudo xolasa, oldi kun issiq, quyoshli kunlarda yana so'lib tirilish bo'ladigan bo'lsa, kimlardadir buni yaxshi yechimi birinchi navbatda qiladigan ishi medniy kuparoz. Olmalu zavodnikidan olasizlar, originalidan, buni ham poddelkasi ko'p. 1 kilosini 1 tonna suvga qo'shasizlar, yoniga 1,5 kilo 1,5 kilogacha so'ndirilgan oqovni qo'shib turib, har bir ko'chatni tanasida 200 gram, 100 gram, katta kichikligiga qarab umumiy holati. Asosan bu narsa 4-etapdan keyin boshlanadi ko'proq pomidorlarda. 200 gram, 300 gramgacha quysanglar bo'ladi. Buni bitta quyib olganingizdan keyin bu medniy kuparoz bilan oxir o'sha yerdagi zamburlarni hammasini tozalab beradi, xudo xolasa. Uni ketiga quyiladigani mana bu Vitarus degan dori bor. Mana ko'rinishini ham sizlar uchun ko'rsatib o'taman. Mana shu 1 litr 1 tonna suvga bo'ladi. Masalan, 1 tonna suvga 1 litr Vitarusdan 500 gram Redamil Gold mana shu sarskisdan qo'shasizlar deb, buni ham tanasiga tekkizib, oxiri bilan medniy kuparoz quyilganidan keyin 3 kunlar o'tkazib, keyin ketiga buni bersanglar, xudo xolasa so'lib tirilish 1 hafta 10 kun ichida sekin o'zini holiga keladi. Lekin ketiga baribir ildizdori berishinglar kerak. O'simlikning ildizida o'q ildizimi, pata ildizimi, shu yerda temir zangga o'xshab chirish bo'lgandan keyin o'simlik o'ziga namlikni yetkazib bera olmaydi. Kunduzlikka so'lib, kechqurunlikka tirilish ko'payaveradi. Mana shu dorilar bittasi zamburlarni tozalab beradi, ikkinchisi chirishi joyida to'xtatib beradi. Endi bu yangi ildiz chiqarishi uchun sizlardan bo'ladigani ildizni rivojlantirish uchun dori quyishinglar kerak. Xudo xolasa, uni alohida bitta video qilib inshaalloh tashib beraman. Allohim dehqonchiliklarga baraka bersin.